Qo'li artritga mendan tabiiy retsept so'rayotgan onaxon, opaxonlarimiz uchun, akaxon, otaxonlarimiz uchun. Azizlar, qo'li artritga tashqi surtmani retseptini beraman do'stlar. Inshaalloh shifosi Allohdan, sababini qilasiz. Rezultatiga, natijasiga, ijobiy natijasiga rahmatingizni aytasiz do'stlar. Sinovlardan o'tgan uy sharoitida kekinga tabiiy retsept do'stlar. Yozib olamiz. Bizga kerak bo'ladi 2 osh qoshiq zaytun yog'i, 1 osh qoshiq qora sedana yog'i, bitta choy qoshiqchada arnika moyi va kerak bo'ladi 1 chindim zanjabil, 1 chindim kurkuma. Hammasini birlashtiramiz. Kuniga 2 mahal, ertalab, kechqurun 5-10 minut yaxshilab bo'g'imlarga aralashtirib masaj qilib surtamiz, issiq holatda, iliq holatda surtamiz va o'rab qo'yamiz do'stlar. Inshaalloh samarasini 1 hafta 10 kunda Xudo xolasa ko'rishni boshlaysizlar do'stlar. Yaqinlarga jo'natib qo'yamiz.